için ey yurtımız bulsun fida bu canimiz. Sen için ey yurtımız bulsun fida bu canimiz. Kan küçük hem can bilir, ahir doldurdu benim kalbimiz de kurtuluş validi imanimiz. Kalbimiz de kurtuluş validi imanimiz. Yurtumuz biz güzüm nihan bilen pakizlidir. Körlügen yalkın bilen paklandı melikin ağabeyimiz. Körlügen yalkın bilen paklandı melikin ağabeyimiz. Yar hem dem bolda bizim himmetimiz sen için. Yar hem dem bolda bizim himmetimiz sen için. Şan-ı şöhretli ilim, himmet bilen ecdadimiz. Şan-ı şöhretli ilim, himmet bilen ecdadimiz. Atillah'ın cemleri göçmeyli tarih bitidin. Nesle kal dican gelir bitonim evladimiz. Nesle kal dican gelir bitonim evladimiz. İhtican hem Afrikan düşmandır diyen aman. Yaşatın, men yaşatın, parlansın ey istikbalimiz. Yaşasın, men yaşasın, parlansın ey istikbalimiz. Assalamu alaikum muhterem vatandaşlar ve dost birodarlar. Yuqorida sizlar bilan o'rtoqlashgan Quritulish yo'lidir nomli bu tarixiy asar 20-asrning 30-yillari yurtimizning Artish, ya'ni hozirgi Otish shahrini markaz qilgan holda Sharq Turkistonning har qaysi joylarida ishg'oliyatchi Xitoy hukmronligiga qarshi avjiga olgan Milliy uyg'unish harakatining bayroqdori ulug' inqilobiy ustoz Mamtil Efendi Tevfik tarafidan yozilib, ohangga solingan bo'lib, bu videoda mazkur istiqlol marshimizni tambur bilan o'qib taqdim qilgan kishi bo'lsa, 1923-yili Otishda tug'ilib, 1991-yili vafot bo'lgan ustoz Tevfikning shu davrdagi talantliq izchillaridan biri bo'lgan
Merahmet Seyit Hacı Rahimullah'dır. Merhum Seyit Hacı bolsa, mazkur eserni 1980 yıllarda yurtumuzda mevcut bolgan ünalgı imkaniyetlerden paydalanıp, Ustaz Tevfik'nin buningdan başqa yana şu davrda yazılıp, ahanga selingan 40'dan artıq naqshi muzikalik asarlar bilan qo'shib, duttar, tambur va g'ajeklar bilan urullab biz avlodlarga miroz qoldirib ketgan bo'lib, bu vatanparvar ulug' zot ayni zamonda yurtimizda tunji qatim Ustoz Tevfik haqida 1980-yillari nashr qilingan Mamtil Efendi nomli asarning muallifidir. Men Anvar Yusuf Turani mana shu ulug' ajdodlarimizning hozirgi avlodlaridan biri bo'lish sifatim bilan bu bebaho asarni bu so'rinda sizlar bilan paylashish fursatiga ega bo'lganligimdan cheksiz faxrlanaman. Shundaqla marhumning yuqorida izhor qilingan buningdan boshqa aloqador muzikalik asarlarini ham sizlar bilan pat yaqinda paylaşmoqchiman inshaalloh. Ehtirom bilan Anvar Yusuf Turani, Sharqiy Turkiston Milliy ozodlik markazi raisi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Washington. 2025 yili 10 oyning 10 kuni.